Assalomu alaykum Dilshod Moto'ning aziz podpischiklari, aziz yurtdoshlar. Mana Dilshod Moto do'konimizda yangiliklar kelgan, bitta obzor qilib tushuntirib o'taman. Xizmatimiz yoqsa bitta like, podpiskani ayamaysizlar. Qo'ng'iroqchani banglatib bosib tashlaylar. Qani ketdik. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. Yangi kelgan motobloklarimiz bor. Hozir hammasini bitta obzor qilib beraman. Xo'sh, undan oldin yangi kelgan texnikamiz bor. Mana o'tgan yil ham oldin ham sotilgan. Shuni bitta ko'rsatib beraman. Buni ko'pchilik biladi. Xo'sh. Fuchay motoblogi bu, universal deydi. Universal motoblog. Ham o'radi, ham haydaydi. Bu holatda hozir beda o'rish uchun moslashtirib qo'yilgan. Kimgadir masalan uchun yer haydash kerak bo'lsa, mana bu komplet shuni yechib olinadi. Mana stupitsasi bor. O'zini spesial baloni shu o'rish uchun va rotorni kasilgan ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa pastda xohlagan regrovkaga qo'ysa bo'ladi buni. Mana ko'rsatib o'taman. Mana taratkada mana pastda regrovka qo'yadigan joylari bor, mana ko'rishingiz mumkin. Xohlagan regrovkaga qo'yib past bilan qilib o'rsangizlar bemalol bo'ladi. Ishlashi va shu chotki akkumulyatorlari mana xalaqit bermaslik uchun tepaga qo'yilgan. Hech qanaqa joyga xalaqit bermaydi. Bemalol turadi, ko'rishingiz mumkin. Keyingi masala ot kuchi 15 ot kuchi. 15 ot kuchidan iborat. Mana 192 portion. Ko'rishingiz mumkin, 192 fa. 15 ot kuchi dizel motoblok. Mana bu narsasi mana ko'rishingiz mumkin, mufta, jatga anaqa rotorni qo'shadigan. Mana bu ikkitasi rol. Ba'zi rol qo'shilmagan. Uni ikkita bu yoqqa qo'yishsa, stupitsa harakatlanib, уже harakatliga boshlaydi. Bo'lmasa hozir turgan joydan skorish ko'rsa yurmaydi bu. Xo'sh, mana bu ikkita rol hisoblanadi. Mana qaysi tomonga qaytmoqchi bo'lsangizlar, orqaga olasizlar, yana joyga qo'yasizlar. Xo'sh. Skorisi oldingilarga nisbatan temirdan qilingan skoris mana. O'rta xalastoy shunaqa ishlaydi bu. Kelaverasizlar. Oldilari ham mana qilingan vazirchi filtri kattasidan qo'yilgan. Tepada ham filtr bor, pastda ham filtr bor. Xo'sh, baki 5 litr solarka oladi. 1 soatda 1 litrgacha nagrushkada ishlasa, yer haydasa 1 litrgacha rasxod qiladi bu. Lekin beda o'rganda, boshqa narsa qilganda unaqa nagrushka yo'q. 600 gram, 500 gram rasxod qiladi. Xo'sh. Ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari yana o'zini mana bunaqa freza taqadigan o'qi bor komplektida va trechka taqadigan parkovkalari bor. Puluk taqadigan parkovkasi bor. O'zini komplektida yer haydaydigan frezeri bor va rotorni kasilka. Yangi kelgan Fuchay motoblogimiz, yana universal motoblog. Dilshod Moto'ga kelaverasizlar. Xo'sh. Joyiga qo'yamiz endi. Qolgan motoblogiga o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu ham 10 ot kuchi Skymax motoblogimiz. 186 portion bu. Narxi 8,5 million so'm. Yana o'tib beriladigan joyi bor. Bu 19 million so'm bular, fuchaylar. Kelishtirib beriladi. Mana bularning komplektida frezeri bor, yer haydaydigan frezer qo'shib beriladi. 10 ot kuchi 186. Keyin mana Tiger motobloglarimiz keldi. Tiger motobloglarni so'raganlar bor. Roli uzun variantda keldi. Xohlaganlar roli uzun variant oladi, xohlaganlar roli katta variantlar Skymaxlar bor.
Buni ham narxi 9 million so'm. Kelurasizlar, kelishtirib beramiz. Sifati zo'r, Tiger motoblogini olganlar, ishlatganlar biladi o'zi. Sifati vashi zo'r, cho'tki ishlaydi. Keyingisi bu Kama motoblogimiz. Kama motoblogimiz ham keldi, mana ko'rishingiz mumkin. Boshqa joylarda buni Dubay deydi, Dubaydan kelgan deydi, Rossiyadan kelgan deydi. Unaqa gaplarga ishonmanglar. Bular narsa hammasi 100% Xitoydan keladigan texnika bular. Dubay bu narsani ishlab chiqara olmaydi. Dubaydan neft olsangizlar, yo boshqa narsa olsangizlar, aylansangizlar bo'ladi, lekin motoblog olib bo'lmaydi yo'qda. Dubay o'z cho'l zona bo'lsa. Xo'sh, buni prosta nomi Rossiyaniki bu. Kama unaqa bo'lgan. O'shaning uchun hozir Kama mashinalar ham bor, shimganlar, shunaqa o'xshagan mashinalar chiqqan. Brend Rossiyaniki, lekin o'zi ishlab chiqarilishi Xitoy 100%. Xo'sh, 186 Porsche'lik 10 otuvchi. Buni ham komplektida frezeri bor. Buni narxi 11 million so'm kelishtirib beriladi. Xo'sh. Motobloklarimiz xuddi ozanash kelgan motobloklarimiz bor. Mana ko'rishingiz mumkin. 3 xildagi yana har xil motobloklarimiz kelyapti. Xudo xohlasa ularni ham kelsa obzor qilib tushuntirib berib o'taman. Bu yana aytadigan spesialni universal qilingan motoblok bu. Bularga masalan rotorni kasetga qo'ysa bo'ladi, uning uchun отдельно mana rotor sotib olinadi, balon sotib olinadi, stupitsa sotib olinadi. Gapi qisqasi, anaqasi ko'p. Lekin bu universal, mana ko'rishingiz mumkin, rechaklariga universalni shu narsa qilingan bu. Ya'ni universal motoblok qilingan. Ham haydaydi, puliga ham tortadi, ham beda uradi. Boshqa narsani urolmaydi. Shu beda pasportlarni bemalol top-toza qilib uradi. Bu motobloklarimiz bilan, bu boshqalar. Bularga ham rotorni kasiliga ulasa bo'ladi, faqat отдельно uning uchun balon olish kerak va stupitsa qo'yish kerak. Bo'lmasa aytganday urolmaydi. Chunki bular farqi hozir bu holatida masalan rotorni kasiliga shunga ulasangizlar, bu zadniga yuriydi. Chunki orqaga qo'yilgan mana. Zadniga yuriydi, o'sha zadni skorost bosib turish kerak. Bunga hozir orqaga ikkita skorost yuriydi. Orqaga ikkita skorost yuriydi. Stupitsa qo'yilgan hisobiga. O'zini abishni holatida oldinga ikkita skorost yuriydi. Stupitsa qo'yilgandan keyin orqaga ikkita skorost yuriydi. Birinchi skorost, ikkinchi skorost qaysiga bo'lsa, ma'qul bo'lsa qo'yib uraverasizlar. Yer haydaganda o'zi abishni bunaqa holatda bo'ladi. Shuning uchun. Xo'sh, bor yangiligimiz shu. Sizlar bilan yana men Dilshod bo'ldim. Hammaning ishiga omad, cho'ntagiga daromad. Musofirdan yurgan yurtdoshlarimiz tan joylari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Yurtimizga eson-omon kelishlarni nasib aylasin. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.